Alloh xohlasa eng boy odam bo'lsa ochlikdan o'ladi. Agar Alloh ochlikdan Bir donishmand aytadi. tagida katta seyfi bor. Haligi seyfi bir kuni o'sha seyfiga kirib xabar ichganda baqirib dod faryod solsa hech kim eshitmadi. olarkansan. Na bir o'tirib televizor ko'ra olasan, na bir xotin dildan gaplasha olarkansan. Bitta Nima sababdan Alloh nima sababdan pullarni tillalarni ichida kim bu bola? Qachon biz Allohga suyanishni o'rganamiz, qachonki Alloh yaxshi tanisak, qanday zot bilan muomala qilyapmiz biz.